Assalomu alaykum. Bugun 25-may 2026-yil. Maktablarda so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tadi. Biz ham ana shu sanani o'tkazib yubormaslik maqsadida poytaxtimizdagi 20-umumta'lim maktabiga yetib keldik. Albatta bu yerdan olimlar, ziyolilar, jamoat arboblari, umuman malakali mutaxassislar yetishib chiqqan. Qolaversa, bugungi kunda ham maktabning nufuzi chakki emas. Bugun birgalikda bunga guvoh bo'lamiz. Aytgancha, hozir soat 7. Biz ataylab ertaroq kelgandik. Lekin buni qarangki, o'quvchi va o'qituvchilar shu yerda ekan. Ustozlarga tan bermasdan iloj yo'q. Ulardan har qancha o'rgansak arziydi. Bugungi jarayonlar esa fikrimizning misoli bo'la oladi. Demak, jarayon bilan birgalikda tanishamiz. Maktab ulug' dargoh, tabarruk maskan. Ilm o'chog'ining ilk cho'g'lari qalbga joy etiladigan joy. Deyarli 10 yillik umrimiz shu o'quv maskani bilan chambarchas bog'lanadi. İlk yutuqlarimiz shu yerdan boshlanadi. Unda albatta ustozlarning o'rni alohida. Maktab ma'muriyatining bu yerdagi shart-sharoitlarning ta'siri o'ziga yarasha albatta asqotadi. Hatto sportdagi chempionlar ham mashg'ulot va musobaqalarga imkoniyat yaratib, qo'llab-quvvatlagan o'qituvchilarini va o'zlari o'qigan maktabni minnatdorchilik bilan eslashlari shundan dalolat beradi. Zero o'quvchilarning yutuqlari shu maktab va o'qituvchilarning mehnati samarasi hisoblanadi. 11 yil bu maktabda o'qiganimda 3 ta fandan sertifikatni qo'lga kiritdim. Ona tili, matematika va ingliz tili. Bunda menga ingliz tili o'qituvchim Nodir opa, ona tili o'qituvchim Gulchehra opa va matematika ustozim Gulruh opa juda ham katta yordam berdilar. Bularni hammasiga juda ham katta rahmat. Yutuqlarimda bularni o'rni juda ham katta va ingliz tilidan xorijdan kelgan Leyla xonim menga juda ham ko'p qo'llanmalar berdilar ingliz tilimni oshirish bo'yicha. Ayniqsa speaking qismida men juda ham qiynalardim. Ular menga juda ham katta yordam berib, har doim meni qo'llab-quvvatladilar. 1-sinfni muvaffaqiyatli tugatdik. Oliy o'quv yurtiga kirishga harakat qilaman. Hozirda menda 3 ta sertifikat bor. Men ona tilidan, tarixdan, ingliz tilidan sertifikatlar oldim. Va men bunda ustozlarimga katta rahmat aytaman. Sinfdoshlarimni keyingi hayotlariga omad tilayman. Maktab bitiruvchilari, bugun siz uchun so'nggi qo'ng'iroq chalinadi. Bu an'anaga alohida tayyorgarlik bilan kelgansiz. Qalbingizda allanechuk yuksak orzular, oqliklarga yo'g'rilgan oppoq orzular. Bugungi orzu ertangi maqsad, indingi haqiqatga aylanadi. Bugun 25-may hammamizda hayajon va sinfdoshlarim, o'qituvchilarim bilan bugun xayrlashmoqdamiz. Katta hayotga qadam qo'ymoqdamiz. Ya'ni oliygohlarga topshirish niyatidamiz. Barcha sinfdoshlarimga va jamiki 11-sinf bitiruvchilariga mana shu oliygohlarga o'qishga kirishni tilab qolaman. Fursatdan foydalanib, ustozlar to'g'risida 4 qator she'rim bilan bo'lishmoqchiman. Nega she'r yozmayin yurakdan yonib, nega ta'zim etmay sizga bu mahal, nega xizmatingiz qilmay quvonib, ey aziz muallim, ustodi avval, bitta harf dardida riyozat chekib, oqibat ko'kka ham chiqolgan inson, ne ajab sizlarni baxtiyor etib, o'rnidan dast turib bosh egsa shu on. Buyuk Alisherbek lutf etgan misol, savod o'rgatdingiz, qancha ranj bilan qoplab bo'larmikan bu qarzni alhol, uzib bo'larmikan yuzta ganj bilan. Aziz yigit qizlar, bugun hayajondasiz. Hammadan chiroylisiz. Qadamlaringiz, qarashlaringiz ham go'zal. Niyatlaringiz ham shunga yarasha bo'laversin. Orzularni baland olavering. Bundan qo'rqmang. Katta maqsadlar sizni yuqoriga, yuksaklikka yetaklayveradi. Niyatlaringiz shu darajada baland bo'lsinki, hatto yarmiga yetsangiz ham ota-onangiz va ustozlaringiz uchun baland cho'qqi bo'lib ko'rinsin. Shuning o'zidan ham ular faxr, iftixor tuyishsin. Zotan sizda bizda bo'lmagan eng katta narsa bor. Buni unutmang, buni qadrlang. Bu yoshlik. Yoshlik shijoati, dadilligi,
kuch-quvvati sizga dalda madadkor bo'lsin. Hali siz yuksak marralarni egallaysiz. Biz bunga ishonamiz. Bugun siz uchun yana bir hayajonli kun. Albatta. Hozir kayfiyatlaringiz juda boshqacha. A'lo. O'rtoqlashaylik. So'nggi qo'ng'iroq bu o'quvchilarni mustaqil hayotga qadam qo'yishi demakdir. Mana bu yil 90 nafar o'quvchimiz 11-sinflarni bitirib mustaqil hayotga qadam qo'yishdi. Bu albatta 11 yillik ta'lim degani, tarbiya degani. Ana shu ota-onalar bilan birgalashib shu bolalarni tarbiyalab, ta'lim berib, mustaqil hayotga qadam qo'yishar ekan, albatta ularni oldilarida juda katta imkoniyatlar darvozasi ochilib turibdi. Bu oliy o'quv yurtlariga kirish. Demak, har bir o'quvchi o'zini oldiga maqsad qilib, oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorgarlik ko'rishdi. 100% o'quvchimiz agarda oliy ta'limga kirib, mustaqil hayotga qadam qo'ysa, biz o'zimizdan juda ham mamnun va xursand bo'lamiz. O'quvchilarimiz bilan ishlar olib bordik. Ana shu hayotda o'zini xohlagan, istagan kasbini egasi bo'lish va mustaqil O'zbekistonimizga sidqi dildan mehnat qiladigan yaxshi komil inson bo'lishini istab qolamiz. Qarang, hash-pash deguncha ham vaqt o'tib, tantanali tadbir boshlanib ketibdi. Voy bu, buncha chiroyli. 20-umumta'lim maktabida doim shunday bo'ladi. Hammasi risoladagidek o'tadi. Havas qilarli. Bu yerdan nufuzli o'quv dargohining ifori taralib turgandek seziladi. Agar fikrimizga shubha bilan qarasangiz, bu yog'ini ham ko'ring. O'qing, minglab ahli dono kerak yurtga, yana Bobur, Ibn Sino kerak yurtga. Ma'rifatsiz il maqsadda jam bo'lmas, ma'rifatli o'lka yotga qaram bo'lmas. Agar maktab quyosh ersa, ilm nuridir, fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. O'qing, fikri yorug' avlod kerak yurtga va ertangi taraqqiyot kerak yurtga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum qadrli ustozlar, aziz yoshlar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangraydi. Shunday qilib, kutilgan tantana boshlandi. Tadbirga odatdagidek hurmatli mehmonlar taklif etildi.
Avvalo, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlarga tabrigi o'qib eshittirildi. Bundan ruhlangan o'quvchilar chiroyli chiqishlar bilan o'yin kulguni qiziqarli davom ettirishdi. 100 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal deyishadi. Yaxshisi, siz ham bir tomosha qiling, naq san'atkorlarni yo'lda qoldiramiz deyishayotgandek tuyuladi-ya. Sahrolar va tog'lar orasida yoyilgan Turon diyori mening yuragim edi. Hamma narsadan ajralib yashash mumkin. Yolg'iz vatandan bo'lak. Dushman shafqatsiz to'fon kabi yurtimga bostirib keldi. Shunda yigitlar jasadini tutgan go'zal qizlarni oyoqqa turg'azdim. Vatanni asrash mardlarga xosdir. Mardning esa erkak-yu ayoli bo'lmaydi. Men ijod qildim, ammo xalq dardidan bir on bo'lsa ham ayro yashamadim. Millat dardidan dardi bo'lmagan har kimni nasabi qanday bo'lmasin inson sanamadim. Dunyoning bor falakiyot olimlarini Samarqandga yig'dim. Men o'rganmagan olislardagi yulduzlar qolmadi. Yulduzlarni kafta tutish mumkin agar sening yo'ldoshlaring chin inson bo'lsa. Donishmand, zaki ajdodlarimizning nodir asarlarini qayta ko'chirtirdim. Madaniyat va san'at ahliga homiylik qildim. Yurt obodligi, osoyishtaligini har narsadan ustun qo'ydim. Kelajakni asrab qolishning eng to'g'ri yo'li ilmdir. Ilm qalqon, ilm qanot, ilm yuksaklarga parvozdir. Men kim? Amur Timur Tarag'ay Bahodir ulkan mamlakatlar barpo qildim. Kimki bizning shuhratimizga shubha qilsa, biz qurgan imoratlarga boqsin. Kitob millat ruhining tayanchidir. Ajdodlar merosidan kuch olib, siz ham yangiliklar yarating va yangi tarix yozing. Katta orzular bilan oldinga qadam bos. Yigitlar, qizlar maydonga chiqishi shart. Bir bo'lsak, birlashsak, yulduzlardan oshamiz. Bilim cho'qqalarini egallashga urining. Zero intilganga tole yordir. Ilm kerak millatga. Ilmsiz xalq qullik tomon cho'kib boradi. Kuch va adolat bilan dunyoni o'zgartirganmiz va o'zgartiramiz ham. Ijodkorlik, o'ziga xoslik, kitobni sevish va kashfiyotlar baland tutgay boshingizni. Albatta oqlaymiz ishonchingizni. Bardavom qilgaymiz quvonchingizni. Vatan uchun tikib shu aziz jonni yaratgaymiz yangi O'zbekistonni.
Ko'ngilingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qon. Vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim. Yozmayin yurakdan yonib, nega ta'zim etmay sizga bu mahal, nega xizmatingiz qilmay quvonib, ey aziz muallim, ustodi avval. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz-ku yuraklarda ilk ziyo yoqqan olimmi, shoirmi va yo san'atkor ilk bor sizga tomon ustoz deb boqqan. Bitta harf dardida riyozat chekib, oqibat ko'kka ham chiqolgan inson. Ne ajab, sizlarni baxtiyor etib, o'rnidan dast turib, bosh egsa shu on. Yolg'iz farzandimiz qolsa tumovlab, tushamiz vahima vasvasasiga. Sizchi dosh berarsiz necha 10 yillab, minglab mittizodning mashmashasiga. Buyuk Alisherbek lutf etgan misol, savod o'rgatdingiz qancha ranj bilan, qoplab bo'larmikan bu qarzni alhol, uzib bo'larmikan 100 ta ganj bilan. Shafqat ham, mehr ham qalbingizda but, na ranju, na xorish ohu bolalar. Sizning qarshingizda saqlaydi sukut, 60 ga kirsa ham shogird bolalar. Dilda ziyo borki, umr sarafroz. Mayli, u hamisha baxt bilan to'lsin. Ey aziz muallim, ey aziz ustoz, bugun ta'zimimiz sizlarga bo'lsin.
emas avvali va yo soniymiz. Agarchi insonmiz vali foniymiz, barchamiz ushbu kun Turkistoniymiz. Vatan qolar ekan, vatan abadiy. Asta barg to'kmoqda zarhal og'ochlar, umr go'yo to'lar boju xirojlar. Kelib ketar ekan qancha sirojlar, vatan qolar ekan, vatan abadiy. Shama
Afsuski, tadbir tantanalari kun bo'yi davom etadi. O'qituvchilar har yildagidek yana bitiruvchi o'quvchilarni uchirma qilishadi. Bir tomondan mehnatlari samarasi saralanadigan kunlar yaqin. Bu ustozlarda qanday tuyg'ularni paydo etadi? Shayxontohur tumanidagi 20-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida bugun kuchli hayajon, kuchli ishtiyoq va jozibali so'nggi qo'ng'iroq tadbiri tashkil etildi. Maktabimizda 3 ta 11-sinf o'quvchilari so'nggi qo'ng'iroq tadbirida faol ishtirok etishdi. Farzandidek mehr qo'ygan, kerakli paytda tanbehini bergan, kerakli paytda mehrini bergan o'quvchilari farzandidek o'qituvchini yonida ulg'ayib, kamolga yetib va maktab ostonasini tark etishi ham o'qituvchini xursand qiladi, ham xafa qiladi. Bugun maktabimiz mana shunaqa hayajonga to'la lahzalarni boshidan kechirmoqda. Bitiruvchilarimizga mustaqil hayotda oq yo'l tilaymiz. Birinchi navbatda ularni o'zi xohlagan oliy o'quv yurtiga kirishini xohlaymiz, chunki bitiruvchilarimizni kelajakda o'z o'rnini topishi, mustaqil vatan ravnaqiga munosib hissa qo'shishida ular o'zi xohlagan kasbni egallashi birinchi maqsadi hisoblanadi. Aziz bitiruvchilar, mana ko'rdingizmi? Bugun ham maqsad sari dadil odimlashingizda o'qituvchilaringiz sizga oq yo'l tilashadi. Vaholanki, o'qituvchilar mehnati, ustozlik mashaqqati chek-chegarasiz. Ularning bag'ri kengligi, mehri daryoligi har qancha ta'rif va tavsifga loyiq. Eng qizig'i, buning uchun sizdan hech narsa kutmaydilar, talab qilmaydilar. Shunchaki hayotda o'z o'rningizni topib, yutuqlarga sazovor bo'lsangiz, shuning o'zi yetarli. Shundan qalbda faxr, quvonch tuyishadi. Qolaversa, Shayxontohur tumanidagi 20-umumta'lim maktabida buni yaxshi bilishadi. O'z o'rnida o'qituvchi va o'quvchilarni rag'batlantirishni ham unutishmaydi. Mana bugun ham shunday bo'ldi. Gulchehra Sanatovna eng ijodkor o'qituvchi nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanadilar. Maktabning biologiya fani o'qituvchisi Jo'rayeva Husnora Arslonova eng mehribon sinf rahbari nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanadilar. Maktabning texnologiya fani o'qituvchisi To'xtamurodova Nigina Dilshod qizi eng mas'uliyatli sinf rahbari nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanadilar. Maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Ro'ziyeva Sohida G'ulomova eng jonkuyar sinf rahbari. Maktabning huquq fani o'qituvchisi Adilova Noiba Hasanovna eng kamtar o'qituvchi nominatsiyasi bo'yicha taqdirlanadilar. Maktabingizda hamma narsa har doim juda ham ideal darajada bo'ladi-da. Va albatta mehnat qilgan ham, o'qigan ham e'tibordan chetda qolmaydi. Tabriklar bo'ldi, rag'batlar bo'ldi. Bu o'zi an'anami yoki tashabbus bilan boshladinglarmi? 20-maktab uzoq tarixga ega bo'lgan maktab. Mana bu yil 90 yilligini nishonladik. Kuni kecha maktabni 50 yil bitirganlar kelib mehmon bo'lib ketishdi, maktabimizda xotiralarni eslashdi. Ular hozir katta yosh bo'lsa ham, lekin davlatimizga xizmat qilayotgan insonlar juda ko'p ekan. Xursand bo'ldim. Bu tadbirlarda bizga an'ana ham tashabbusi. Mana har doim bayram ssenariysini ko'rib, chiqib boyitamiz. Lekin ana shu boyitayotgan paytimizda albatta milliy qadriyatlarimizga, milliy ruhga juda katta e'tibor beramiz. Mana o'quvchilarimiz orasida hozir oliy ta'limga kirgan o'quvchilarimizni ko'rdinglar. Juda katta xalqaro sertifikat, milliy sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Demak, ularni o'sha yutug'i albatta bizning yutug'imiz. Bu o'quvchimiz jahon chempionatiga chiqqan U17 jamoasida to'p surgan o'quvchimiz bo'ladi.
kunda maktablarimizda vatan tayanchi otryadlari tashkil etilgan. Bu vatan tayanchi otryadi orqali o'quvchilarimizga vatanga muhabbat hissini uyg'otish, mehr muhabbat hissini uyg'otish maqsadida chiroyli tadbirlar tashkil etildi. Shu tadbirlarda 11-V sinf o'quvchilarimiz faol ishtirok etdi, faxrli o'rinlarni egallashdi. Shuning uchun biz bitta o'quvchimizni chaqiramiz deb bitta qilib beramiz, o'zligi chiroyli qilib olishadi. 11-V sinf o'quvchisi G'ofurov Bilol mohir bergan sportiga V sinf o'quvchisi Mahmudxo'jayeva Aziza Kamolxo'ja qizi Konstitutsiya baxtimiz qomusi mavzusida qizlar o'rtasida o'tkazilgan insholar tanlovida faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritgani uchun faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Malika opa, bu o'quvchilarimizni tayyorlashda ustozlarimizni alohida o'rni bor va bizning maktabimizda bunaqa ko'rik tanlovlarga tayinlaydigan ustozimiz ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Hajjayeva Gulchehra Sanatovnani taqdirlaymiz. Tugatmasdan bizning o'quvchilarimiz oliy ta'limga oldindan o'qishga kirishdi. Hozir mana shu o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. 11-A sinf o'quvchisi Berdimurodova Aziza Bonu Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalari universiteti talabasi bo'lgani bilan taqdirlaymiz. Xuddi mana shu o'qishga 11-A sinf o'quvchisi Abduvositova Shodiya oldindan talaba bo'lganliklari bilan taqdirlaymiz. A'lo baholari va namunali xulqi uchun 9-A sinf o'quvchilari taqdirlanadi. Mana shunday. Bu dargohdan hech kim xafa bo'lib ketmaydi degan kabi hammani xursand etishdi. O'quvchi va o'qituvchilar quvonchiga sherik bo'lib, mamnun kayfiyatda turgandik hamki, kutilmaganda yigitlar yonimizga kelib, biroz mulohazalari borligini aytib, bizni ichkariga boshlashdi. Xo'sh, nima gaplari bor ekan yana deya qiziqish bilan suhbatga kirishdik. Agar ustozlarimiz ko'p ranjitgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Biz sho'xlik qilganmiz, erkaligimiz ko'tarishgan. Juda ko'p og'ir gaplarimizni ham ko'tarib, ota-onamizdek bo'lib, juda yaqin inson bo'lib qolganmiz ustozlarimiz. Kurator Matluba opaga kattakon rahmat deyman. Erkaligimni ko'tarib, formada kelgan, bitta gaplar aytganini qilmaganda ham bolam yaxshi gapirgan. Mendan rozi bo'lsin. Biz barcha o'quvchilar nomidan uzr so'rayman. Bizlarni kechirib, oq fotiha berib, oq yo'lga uzatib qo'ysin so'rayman. Hozir demak o'zingizlar xatoinglarni bilasizlar. Bilamiz albatta. Qanday xatolarni eslaysiz? Vaqtida dars kechib kelganlarimiz, koridorda turganlarimiz, kirmagan paytlarimiz, endi keyingi hayotimiz, keyingi bosqichlarda bu narsalar qaytarmaslikni xohlagan bo'lardim. Endi rejalaringiz qanday? Rejalarim xudo xohlasa Toshkent stomatologiya universitetiga topshirish, o'sha yerga yuqori ball bilan kirib, shu xudo xohlasa yaxshi. Hurmatli ustozlar, biz shuncha yil 11 yil shu maktabda 20-maktabda o'qib, kammi ko'pmi foydamiz tegdi, zararimiz tegdi. Foydamiz teggan bo'lsa juda ham xursandmiz, zararimiz teggan bo'lsa dilinglarni ortib qo'ygan bo'lsak, bolalik qilib, sho'xlik qilib, ming bor uzr so'raymiz. Shuncha yil ta'lim berganingizga ming rahmat sizlarga. 20-maktabimizning direktori Shahnozbek kattakon rahmat deb qolamiz. Biz 11 yil o'qigan bo'lsak, qanaqa sho'xlik qilgan bo'lsak, hammasini ko'tarib, xarakterlarimizni, sho'xliklarimizni hamma ketimizni rahmat kattakon deymiz. Bu maktabda o'qiganimizdan faxrlanamiz biz. Xudo xolasi kelajakda yaxshi insonlar bo'lib, deputat, prezident bo'lish hammamizga nasib qilsin. Yaxshi tilaklarni tilab qolaman hammangizga. Ha, yoshlik beboshlik deyishadi-yu. Ustozlar ota-onalar kabi mehri daryo, qalbi dunyo. Buni to'g'ri tushunishadi. Bu yog'iga endi o'z yutuqlaringiz bilan ishonchni oqlasangiz bo'lgani. Tadbirlarimiz menimcha juda chiroyli o'tdi, hamma xursand bo'ldi. O'ylaymanki, bu an'analar bu maktabimizda har doim davom etadi va biz yurtimizga, O'zbekistonimizga, mustaqil yurtimizga mana shunaqa yaxshi insonlarni yetkazib berishda hech ham charchamaymiz. Yuragimda bu kun cheksiz ehtirom. Yuragimdan chiqar dil izhorlarim. Ketmoqdamiz bugun bag'ringdan butkul xayr maktab.
Xayr sinfdoshlarim, chalinmoqda bugun so'nggi qo'ng'iroq. Bizni chorlamoqda uzoq bir yo'llar, sizni sog'inamiz ustozlar har vaqt. Ko'zda yosh ila xayr, jonajon maktab. Ana, so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Bu maktab bitiruvchilari uchun so'nggi bor chorlov. Bunda o'ziga yarasha mas'uliyat seziladi. Ya'ni katta hayot bo'sag'asi sari bong urilayotgandek tuyuladi. Demak, bugungi bitiruvchilarga, barcha bitiruvchi sinf o'quvchilariga omad yor bo'lishini tilaymiz. Orzularingiz kabi oppoq yo'llaringiz hamisha uzun va porloq bo'laversin.